Alo. Bu kishi Shermat tog'a hech qachon past ketmaydi. Alo, dada. Bu esa Shermat tog'aning o'g'li, hech qachon otasiz ish bitirmaydi. Men siz aytgan joyga keldim. To'g'ri kir uyga. Aha. Ey, meni o'g'limmisan? Takka sevishingni ayt otasiga. Aha, xo'p bo'ladi. Shuna kiraman-da. Shartta gapirib tashlayman. Xo'sh, Men qizni sevaman. Men qizingizga uylanmoqchiman. menga qara bacham. Ko'rib turganingdek, meni qizim to'q oilada o'sgan. To'g'rirog'i qiz bolani xarajati ko'p bo'ladi. Pulingga yetadimi ish qilib? Dada qanaqadir katta summalar haqida gapiryapti. Ey, Qashqadaryoliklar hech qachon past ketmaydi. Otang bor, boz bolam, o'ylama. Xo'p bo'ladi dada. Men roziman. Hamma xarajatini ko'taraman. Hech qachon och qolmaydi. Yaxshi. Yaqinda 8-mart. Men qizimga mashina sovg'a qilaman deb va'da berib qo'yganman. Agar qizimni senga beradigan bo'lsam, mashinani sen olib berishing kerak. Olib bera olasan? Dada, mashina haqida gapiryapti endi. Moshin? Ishing hal bolam. Tamom, dada. 8-martga va'da qilgan mashinangizni men olib berishga va'da beraman. Inamarka. Ha? Inamarka? Dada, Inamarka mashin deyapti. Inamarka deyapti. Ey, men Otamarkaga yuboraman. Qarshidagi havoldaman men. Qanaqa haval? Haval otangda pul naval. Bugun bitta yuboraman bantiga bilan. Xo'p bo'ladi, dada. Ey ulim, hech qachon surqash past ketmaydi. 70-75 surqash sila. Sizni yaxshi ko'raman, jannatim otam. Tava. Inamarka mashinani ham olib berishga tayyorman. Yo'g'i? Sigar chekasan? Yo'q, men ro'zaman. Yaxshi. Ko'rinishingdan chiroyli, aqlli, kelishgan yigitsan. Shu uchun qizimni senga beraman. Faqat to'yni tezlashtirasan, kuyovbacha. Voy, og'iz ochish vaqti bo'lib qopti. Maylimi og'zimni ochib olsam? Bemalol. Bosh. Ana endi bitta sigaret bersangiz bo'ladi. Ha? Yomon ketadi-da.